Yuqorqi maqolamiz olaplandı ikinci bir maqoli. Bu maqolaga diqqat qiling. Jungo Kompartiyasining ikki cho'ng islohot alomati. Partiya bilan hukumat munosabatida o'zgarish bo'lamdi. Ko'ring, men mavzu shunda. Mavzular xabar mundaq boshlandi. 9-ayning 18-kuni Li Keqiang Jungoning vaziri sifatida tunji qatimlardan Amerikaga ziyorat qilish oralig'ida fursat yaratib Jungo davlat mahkamasining kichik bir zalida davlat mahkamasi tunji qatim o'tkazilgan asosiy qonunga sodiq bo'lish qasam berish marosimini nazorat qildi. Bu bir abzasdan boshqa bir abzas o'xshaydi. Buna diqqat qiling do'stlar. Jungo davlat mahkamasi tunji qatim asosiy qonunga sodiq bo'lish qasamyat qilish marosimi o'tkazilganda uzundan beri Jungo Kompartiyasining islohot siyosatiga diqqat qilib ketayotgan tahlilchilar mundaq hisobladi. Davlat mahkamasi nomida Li Keqiang o'zi nazorat qilishni huddiga elib o'tkazilgan asosiy qonunga sodiq bo'lish bo'yicha qasam berish marosimi mushundoq yuqori ko'lamlik va yuqori darajalik davlat mulozimlarining qasam berish yig'ini oshkorlik ko'rsatdiki, Jungo Kompartiyasi hukumat bilan partiya munosabatida o'zgarish hosil qiladiganligi hozir tadrijiy zo'rayishga boshladi. Demak, bu nima deydi? Bu xabarning oxirida Jungo Kompartiyasi hukumat bilan partiyaning munosabatida o'zgarish hosil qiladi. Bu dahshatli o'zgarishlar depandilar. Bu hukumat bo'lishi partiya bo'lishi. Partiya faqat hokimiyatga kelish uchun o'chirat kutib turadigan partiya bo'lishi kerak. Partiya cho'ng narsa emas. O to'tadan bir yakkasi bir partiyani qurib olaydi. Partiya degan cho'ng narsa emas, lekin hukumat cho'ng narsa. Chunki hukumat bu egilik, huquq va vakillik qiladigan hukumat degan gap. Hukumat bu davlat degan gap. Davlat va hukumat degan gap apandilar. Şuna bu o'zgarish intayin zo'r o'zgarish deb qarashga bo'ladi. Kompartiyaning aloqador matbuotlar tarqatgan xabarda butkul qasam berish murosimining ushoq detallari kichik zalga esilgan saltanatlik davlat g'erebi qasam berish sahnasiga qo'yib qo'yilgan Junxo Xalq Jamhuriyatining asosiy qonuni mulozimlarning hamma o'rnidan turib davlat marshini tovlishi, boshqaruvchi sol qo'li bilan asosiy qonunni tutib, o'ng qo'li bilan qasam iboralarni o'qishi va o'qib o'tishi, boshqa mulozimlar o'rnidan dast turib, o'ng qo'lni ko'tarib qasam berib, boshqaruvchi o'qigan qasam so'zini takrorlab o'qishi tasvirlandi. Jungoga aloqador matbuotlarda shunday tasvirildi. Asas qonunni tutib turish, sol qo'lida o'ng qo'lda qasam so'z iboralarini ko'tarib o'qib berish va shunday o'rnidan turish, davlat marshini o'qish va bularning hammasi davlat mulozimlari asas qonunga sodiq qilamiz deganni ko'rsatyapti. Partiyaga sodiq qilamiz deganni ko'rsatmayapti. Men boshqa xabar dedim, ana bir abzas ishchilar dehqonlar hokimiyati diktatorligidagi davlat qo'rqishga buni elivitdi. Elivit zarur bo'ldi. Hozir buning hech qanday ahamiyati yo'q. Chunki bugungi Jungoning realligini aytganda sotsialist davlat emas. Hozir taraqqiy qilayotgan, taraqqiy qilish davriga kirgan kapitalizmning dastlabki bosqichida turgan Jungo davlati. Jungo hozir kapitalizm davriga kirdi. Chunki emgakning xarakteri o'zgarib ketdi. Emgakka haq berishning xarakteri o'zgarib ketdi. Emgak bilan kapitalning munosabati o'zgarib ketdi. Bundaq ahvol ostida kapitalizm masalan ishlab chiqarish vositalari degan narsa o'zgarib ketdi. Kimigidorchilik qilish masalasi o'zgarib ketdi. Bundaq ahvol ostida Kompartiya hukumat bilan partiyani ayrishga to'g'ri keldi. Hukumat mulozimlardan tarkib topgan davlat mahkamasining a'zolari qasam berish so'z iboralari orasidan partiya degan ismni chiqarib o'tadigan ekan, bu albatta navbatda Jungo Kompartiyasi o'ttirib chiqargan kuchli signaldir. Qasam berishning ichida boshlayotganda partiyaga sodiq bo'lamiz degan gap yo'q-ku. Shuni bu yer nima deydi? Bu navbatda o'ttirib chiqqan kuchli signaldir. Jungo Kompartiyasi partiya bilan hukumatni ayirib etishga ko'p muhokama olib bordi. Rais Xi Jinping hokimiyat beshiga kelgandan keyin partiya bilan hukumatni ayirib etish to'g'risida bir ish qilishni umid qildi. Rais Xi Jinping bilan vazir Li Keqiang birlashgandan keyin Li Keqiang riyosatchilik qilayotgan davlat mahkamasi mulozim xizmat qilish tuzumi bilan e'tiqodiyati dunyoviy realisga ulanishni ishga oshirishga urinib keldi. Demak, Li Keqiang qaranglar, bu davlat mahkamasiga
riyosetçilik, xizmatlarga riyosetçilik qilayotganda, o Jungoning ishlarini e'tiqod jihatda, masalan, mulozimlarning davlat xizmat qilishi jihatda dunyoning relisiga, xalqaro relisga qo'shilishni umid qiladiganligini bildirdi. Biz leksiyamizni so'zlab qoldik, vatandoshlarım. Hozirgacha Jungoda masalan alayli Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat bayrog'i 50 yulduzli davlat bayroq 50 shtatga vakillik qiladi. Bu ya Demokratik Amerika Demokratik Partiyaning bayrog'i emas va yoki Cumhuriyetçiler Partiyasining bayrog'i emas, bu faqat davlatning bayrog'i. Xalqning bayrog'i. Davlatning bayrog'i, xalqning bayrog'i partiya degan ikkinchi o'rinda turadigan narsa. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlar davlat bayrog'i bor. Bu davlat bayrog'ini ikki partiya qanday so'rinda bo'lsa o'xshash ishlatadi. Butkul Amerika xalqi bu davlat bayrog'iga e'tiqod qiladi va davlat bayrog'ini himoya qiladi, qo'llaydi. Mana biz buni davlat bayrog'i deymiz. Qarab beqing do'stim, hozirgacha Jungoda davlat bayrog'i bormi? Yo'q. Hozir ko'targan qizil bayroq nima bayroq? Bu davlat bayrog'i emas, bu partiya bayrog'i. Kompartiyaning bayrog'i apandilar. Sen ta hozirgacha abadiy Jungo hukmronlik qilaman deb partiyaning bayrog'ini davlat bayrog'i qilib tangsang buni Jungolik ko'tarib keldi va. Demak, Jungolik dedi, qul bo'lish kerak, eg'ir millat qo'y. Partiyaning bayrog'i ya yeşil ya ko'k birinin bo'lish kerak. Faqat partiya xos bayroq qilish kerak. Davlat bayrog'i ayrim bo'lish kerakda. Nemish kompartiyaning bayrog'ini Jungo bu davlatning bayrog'i qilib olding deganga. Mush masalalarning hammasi o'tirg'i chiqadi. Endi hozir partiya bilan hukumat ayrilib ketadigan bo'lsa, u vaqtda parlamentning xarakteri nima bo'ladi? Tuvan palata va yuqori palata deb o'zgaramdi yo'q. Davlat gribi nima bo'ladi? Qanday o'zgaradi? Qonun bilan partiyaning munosabati qanday bo'ladi? Qonun bilan fuqarolarning munosabati qanday bo'ladi? Nurg'un masalalarga berib ketiladi endi bu. Shuningda qaraganda biz sizlarga aytamizki, boshdan oxir Dalay Lama to'g'risi so'zlab kelayotganimizda o'zgarish bo'ladi. 81 yoshlik Dalay Lama xasa qaytadi. Jungo o'zgarish davri kirdi deganlarni qiyosan faraz qilib keldik. Mana bugun asosiy qonun ko'tarilib chiqdi. Asosiy qonunga sodiq bo'lish hozir Jungo davlat mahkamasi bir harakatga aylandi. Shuning uchun Likochan shuningga riyosetchilik qilib qarab turma dunyodagi siyosiy sazgurlikka New Yorkka Amerika Qo'shma Shtatlar New York shahri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yillik yig'ini qatnashish uchun kelib edi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining boshlig'i Ban Ki-moon hatto Likochan apandiga xususiy ziyofat berdi. Hatta Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama Likochan mamnuniyat bilan qarshi oldi. Demak, mush ishlarning hammasi, demak, Jungo tunji qadamni boshladi. Hukumat bilan partiyani ayirib etish, bu demak Jungoda demokratik islohotning elib berilishning tunji qadami emasmi? Shunday bo'lsa, biz qarshi olamiz, Amerika qarshi oladi, dunyo qarshi oladi. Xalqaro jamiyat qarshi oldi. Shaxsan mening nomimni eslolmay, o'zimning og'zidan chiqarib shu narsani deymanki, men partiyaga qarshi emas. Men Jungo Kompartiyasiga qarshi turmayman apandilar. Chunki partiya degan to'la. Emgakchilar partiyasi, ishchilar partiyasi, Dolqinsimon partiya, unda partiya, bunda partiya dunyoda samonning naqada partiya, Jungo Kompartiya, samonning partiya degunay. Mening qarshi turdig'im Xanzu millatining vujudidagi feodal millatchilik. Avval har qanday o'zgarish, har qanday zamonalish ideyadan oldin boshlangan bo'lsa, Xanzu millati o'zining vujudidagi feodal millatchilikni qiqib chiqarib o'tish kerak. Feodal millatchilikda xalos bo'lish kerak. Shu vaqtda Jungo har qanday ishni o'ngishli qilib bora oladi. Jungo dunyoda demokratik davlat yoki boshqacha aytganda, ya'ni shunday bir axloqli davlat sifatida dunyoda mavjud bo'lib turadi. Mening yo'q turdig'im yoki mening qarshi turdig'im Xanzu millatining vujudidagi, ro'yidagi, engidagi feodal millatchilik. Men partiyaga qarshiman. Gomindan partiyasi kim? Ya'ni shu Xanzularning partiyasi. Minjindan partiyasi kim? Tayvan, ya'ni shu Xanzularning partiyasi. Kompartiya kim? Ya'ni shu Xanzu partiya degan to'la nima? Bu ishni partiya qilayotgani yo'q. Bu ishning yoki Tibet hukmronlik qilish, yoki Uyg'uriston hukmronlik qilishning yildizi Jungo Xanzu millatining vujudidagi feodal millatchilik. Boshda aytdik, bo'lginchilik qarshi turimiz, o'tirimiz, bu turimizda nima bo'lginchilik?
Bölgünçülük degen nima? Bölgünçülük kompartiyali Gomindanın bilinişi bu şu bölgünçülük. O Tibet bölünüp çıkıp bitemen dese, Şinjan Uygur bölünüp çıkıp bitemen dese, Mao Zedong'un 45-yilda 7-nji qurultayda sözlegen sözüge uygun ba? Herkes hata emas ko. Nimish hata? 1945-yil 7-nji qurultayda Mao Zedong nim dedi? Bölünüp çıktımen desen ihtiyar, devlet kurman desen ihtiyar, hemmini qılıp bermen dedi o. Nimish yenip aldı keyin? Nimish va'dasi tutmadi? Demek va'dasi tutmaslik junguchi o'g'il bolalikning bir shakli yoki bir omili bo'lishi kerak.